Umar ismini eshitganda hamma adolat va kuchni tasavvur qiladi. Lekin bu ism egalarining qalbida yashirin bir noziklik borligini ko'pchilik bilmaydi. Umar ismi arab tilidan olingan bo'lib, hayot, umar va yashovchanlik degan ma'nolarni anglatadi. Bu shunchaki ism emas, balki to'xtovsiz harakat va baraka timsolidir. Umar ismli insonlar tabiatan yetakchi bo'lishadi. Ularning birinchi xislati haqiqatni yuzingizga tik qarab aytishdan qo'rqmaslik. Ikkinchisi, ular o'z yaqinlari uchun har qanday vaziyatda mustahkam qalqon bo'la olishadi. Uchinchisi esa, ular juda sabrli, lekin g'azabga kelsa, ularni to'xtatish qiyin. Ularning sirli tomoni shundayki, tashqaridan qattiqqo'l ko'rinsalar ham, qalbida juda rahm-shafqatli va o'ta sezgir bo'lishadi. Ular yolg'on va xiyonatni hech qachon kechira olmaydilar. Ularning hayotiy prinsiplari hamma narsadan ustun turadi. Umaringiz barakali bo'lsin. Bu ism sizga har doim omad va uzoq umr olib kelsin. Videoni barcha umarlarga yuboring.